Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakaslarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 3 dona eshik, 2 dona deraza qo'yib berdik. Qani bismillahirrohmanirrohim bir chekkadan tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Mana akamiz uylari juda chiroyli, zo'r chiqibdi, vobshe. Mana eshik derazalarimiz xudo xolasa go'zal. Mana eshik derazalarimiz bu yerda bir dona derazamiz bor. Bu yerda yana bir dona derazamiz bor. Bu yerda 2 dona deraza olib kelib o'rnatdik. Eshiklarimiz mana ko'rib bemalol. Kraskalariga keladigan bo'lsa, kraskalari krashevinniy, mana kraska turetskiy hisoblanadi. 1 slov kraska, 2 slov kraska ina ustidan laki bo'ladi. Kraskaga garantiya beramiz. Zamonlarga keladigan bo'lsa, zamonlar ham shu magnitli rezinkalar qo'yilgan. Ishlarimiz xudo xolasa mana ichkari, tashqari yotomoshni. Kimga qanaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekistonni inshaalloh hamma burchagiga yetkazib beramiz. 25 yil stajimiz bor inshaalloh. 25 yildan beri men sohadamiz. Haligi kecha bugun o'rganib olmaganmiz bu ishda. 25 yil, uje 26-27 yilga ketyapti. Inshaalloh xudo xolasa kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz, O'zbekiston bo'ylab dastavka bor.